Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Xayrli kun barchangizga. Xo'p, biz mana navbatdagi fasad zinamiz bitdi. Bu obyektimiz Samarqand viloyati geofizikada joylashgan. Hozir yaqindan ko'rsatib o'taman. Xo'p, akalar, mana yondan ko'rinish holatlari baho berishingiz mumkin. Juda ajoyib holatda chiqdi. Xo'p, mana ko'rinishlari. O'zgacha holatda. Plashatkalarga ham o'sha avval necha qilib qo'yganmiz, yarashimli qilib. Xo'p, mana stupenkalari ham juda chiqib tushishga qulay bo'ldi mana. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinish holatlari akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Doimo xizmatdamiz akalar. Sog' bo'lasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar.